Lazar ismli bir odam kasal bo'lib qolgan edi. U adillari Maryam va Marta bilan Yahudiya o'lkasidagi Baytoniya yezisida turadi. Maryam bo'lsa Hazrati Aysoning putlariga xushpuroq yog' surkab, chochlari bilan ularni eritib quritgan ayol edi. Lazarning hadlari Hazrati Aysoga: "Hey Rabbimiz, siz yaxshi ko'radigan do'stingiz kasal bo'lib qoldi", deb xabar berishdi. Hazrati Ayso buni anglab, bu kasallik Lazarning o'limi bilan oyoqlashmaydi. Aksicha, bu orqali Xudoning o'g'lining ulug'ligi ayon bo'lib, xaloyiq Xudoga madhiya o'qiydi, dedi. Hazrati Ayso Marta, Maryam va Lazarni bak yaxshi ko'radi. Gerçi u Lazarning kasal ekanligini anglagan bo'lsa-mu, o'zi turayotgan yerda yana 2 kun turdi. Ondan keyin shogirdlarga Yahudiyaga qaytib borayli, dedi. Shogirdlari uningga: "Ustoz, yaqindala u yerdagi xalqlar sizni chalmi kesak qilmoqchi bo'lgan tursa, yana u yerga qaytib boramsiz?" deyishdi. Hazrati Ayso mundaq dedi: "Kunduz 12 soat emasmi? Kunduzi yo'l mangan yıkılmaz. Çünkü o bu dünyanın yorğunu ko'rdi. Lekin kechsi yo'l mangan yıkılar. Çünkü uningda yo'riqlik yo'qdir." Hazrati Ayso bu so'zlarni qilgandan keyin do'stimiz Lazar uxlab qoldi. "Men uni o'yg'atqili boraman", deb qo'shib qo'ydi. Shogirdlar: "Uxlagan bo'lsa, yaxshi bo'lib qoladi, hey Rabbimiz", dedi. Hazrati Ayso Lazarning o'limini demoqchi edi. Lekin ular odatdagi uyquni davatidi deb o'ylashdi. Shuning bilan Hazrati Ayso ularga o'chig'ini aytib, "Lazar olamdan o'tdi demoqchiman. Sizlarni deb uning qishda bo'lmaganligimga xushalman. Chunki bu sizlarning e'tiqodinglarning kuchaytilishi uchun yana bir fursat yoritib berdi. Endi u boyaga borayli", dedi. Qo'sh gezak deb atiladigan Tomas boshqa shogirdlarga: "Bizmi uning bilan birga borayli, ham uning bilan birga o'layli", dedi. Hazrati Ayso shogirdlari bilan Baytoniyaga borganda, Lazarning yerlikka qo'yilganiga 4 kun bo'lganligidan xabar topdi. Baytoniya Yerusalimdan 3 chaqirim yiroqlikda edi. Nurg'un Yahudilar Marta bilan Maryamning inisining o'limiga tasalli berish uchun ularning yeniga kelgan edi. Marta Hazrati Aysoning kelayotganligidan xabar tepib, uning oldiga chiqdi. Maryam bo'lsa, uyda qoldi. "Hey Rabbim", dedi Marta Hazrati Aysoga. "Bu yerda bo'lgan bo'lsangiz, inim o'lmas edi. Ilmo Xudodan nima tilsangiz, uning sizga shuni berdiganligini bilaman." "Iningiz tiriladi", dedi Hazrati Ayso. Marta qiyomat kuni uning jazman tiriladiganligini bilaman, dedi. "İnsanlarni o'limdan tirildirguvchi va hayotlik berguvchi o'zimdirman", dedi Hazrati Ayso uningga. "Menga e'tiqod qilgan kishi o'lsimi, yana hayot bo'ladi." Menga e'tiqod qilib, mangulik hayotga erishganlar aslo o'lmaydi. Buningga ishonamsiz? "Ishonaman, Rabbim", dedi Marta. "Sizning insonlar orasiga kelishga tayinlangan qutqizuvchi Masih, Xudoning o'g'li ekanligingizga ishonaman." Marta
Buni deb bo'lgandan keyin qaytib singlisi Maryamni ostig'ini chaqirib, ustozimiz kelib bo'ldi, seni chaqiryotdi dedi. Maryam buni anglab, darhol o'rnidan turib, Hazrati Ayso bilan ko'rishgili mangdi. U paytda Hazrati Ayso texi yezg'i kirmagan bo'lib, Marta oldiga chiqqan yadi edi. Uyda Maryamga tasalli berayotgan xaloyiq Maryamning birdilla o'rnidan turib, sirtqa chiqib ketganligini ko'rishdi va uni qabristonlikqa yig'izor qilgan mangdi deb o'ylab, uning kaynidan mengishdi. Biroq Maryam Hazrati Ayso boyaga bordi va uni ko'rib, oyog'iga yiqilib, "Ey Rabbim, bu yerda bo'lgan bo'lsangiz, inim o'lmas edi", dedi. Maryamning va uning bilan birga kelgan xaloyiqning yig'izor qilishqinni ko'rgan Hazrati Ayso g'azablanib, ko'ngli qattiq azoblanishga boshladi va uni qayaga qo'ydinglar deb so'radi. "Ey Rabbimiz, kelib ko'rim", deyishdi ular. Hazrati Ayso ko'z yoshi qildi. "Taxla, qaranglar, u Lazarni nima degan yaxshi ko'rgan", deyishdi. Ularning ichida ba'zilari "Qarig'uning ko'zni ochgan kishi Lazarning hayotini o'limdan saqlab qola olmaydimi?" deyishdi. Hazrati Ayso ishida yana g'azablanib, yerning oldiga bordi. Yerlik kirish og'zi cho'ng bir tosh bilan to'silgan o'nkir edi. Hazrati Ayso toshni elib etinglar, dedi. O'lguchining hadisi Marta, "Ey Rabbim, olamdan o'tganiga 4 kun bo'ldi. Hozir jasadi turab ketgandi", dedi. Hazrati Ayso uningga, "Men sana e'tiqod qilsang, Xudoning ulug'lig'ini ko'rsan degan edim-ku", dedi. Buning bilan xaloyiq toshni elib etdi. Hazrati Ayso ko'zini osmonga tikib mundaq duo qildi. "Ey ota, talabimni anglaydiganing uchun sana shukr aytaman. Talablarimni hamisha anglaydiganligingni bilaman. Shundaq bo'lsa-mu, atrofimdagi xaloyiq sening meni avatganligingga ishonsin deb buni aytyapman." Hazrati Ayso bu so'zlarni qilgandan keyin yuqori ovozda "Lazar, tashqariga chiq", deb to'g'ladi. Lazar qo'l putlari kepanlangan, engiki tengilgan holda tashqariga chiqdi. Hazrati Ayso ularga kepanlikni soldirib, uni o'z mayliga qo'yib etinglar, dedi. Maryamning yeniga patlab kelgan va Hazrati Ayso ko'rsatgan bu mo'jizani ko'rgan nurg'un xalqlar Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Lekin ularning ichida ba'zilari farislarning yeniga berib, Hazrati Aysoning qilgan ishlarini ma'lum qilishdi. Shunga farislar va oliy ruhoniylar Yahudiylarning oliy kengashmasini yig'ib, qandoq qilguliq bu odamni yaratgan nurg'un mo'jizlarga qarab beqinglar. Uni bunda qo'yib bersak, hamma odam uningga e'tiqod qilib ketadi. Shundaq bo'lganda Rim hukumati ibodatxonamizni, hatto millatimizni vayron qilib etadi, deyishdi. Ularning ichida biri, ya'ni shu yili bosh ruhoniy bo'lgan Qayofa, "Sizlar hech nimani bilmaydigansizlar. Bütün xalqning halok bo'lishining o'rniga birla odamning ular uchun o'lishining yaxshi ekanligini tushunmaydigansizlar", dedi.
bu so'zni u o'zligidan aytmagan edi. U shu yili bosh ruhoniy bo'lg'achqa Hazrati Aysoning Yahudi xalqi uchun shundaqla faqat u xalq uchunla emas, balki Xudoning har yonga chichirib ketgan farzandlarining hammasini bir qilib uyushtirish uchun o'ladiganligini oldin aytgan edi. Shundaq qilib ular shu kundan e'tiboran Hazrati Aysoni o'ldirish uchun suiqasd qilishga boshladi. Shunga Hazrati Ayso endi Yahudilar orasida oshkora yurmay, u yerdan ayrilib, cho'lga yaqin rayondagi Efroim shahriga ketib, shogirdi bilan birga u yerda turdi. Yahudilarning o'tib ketish heytiga oz qolgan edi. Nurg'un kishilar tozalanish dini qoidasini ado qilish uchun heytdan bir qancha kun ilgari Yezilardan Yerusalimga kelishdi. Ular Hazrati Aysoni izlaydi. Ular markaziy ibodatxonada yig'ilganida bir-biriga "Seningcha qandoq bo'la? Hazrati Ayso yetqi kelmamdikin?" deyishadi. Oliy ruhoniylar bilan farishtalar Hazrati Aysoni tutish uchun uning qayerligini bildiganlarning o'zlariga ma'lum qilishini buyurgan edi.